toping. Odamlarni himoya qilish kerak. Uni yo'q qilish kerak. Yo'q. Bunday qilma. Bilaman, odamlarni qutqarmoqchi bo'lyapsan. Ammo kalitni yo'q qilsang, hech qachon uyga qaytmaymiz. Boshqa imkon qoldirmayapsan. Iltimos, Noa. Yelena! Ketdik. Yelena! Shoshma. Seni haliyam o'ldirmadimmi? Yo'q. Yaxshisi sen o'limga tayyorlan. Buni hali ko'ramiz. Ularni o'ldir. Rayzer yo'q! Bunga qarshi turolmayapman. Kurash, ey Rayzer. Qasamimiz meni yodimda, Primal. Qurbon bo'lsam ham qarshilik ko'rsata olmayapman. Ey Rayzer, yo'q. Primal! Buni bajar. Meni o'ldir. Primal. Qurbon bo'lsam ham. Yelena menga qara. Sog'misan? Ha? Kalat skorjda. Buyuk Unicron, seni davring keldi.
Juda afsusdaman. Lekin Safdoshlaringni himoya qilding. Buni yaxshi tushunaman. qabiladoshlarim yovuzlikka qarshi kurash g'alabagacha davom etishiga ishonadi. Men buni unutibman. Sen o'zingnikilar, men o'zimnikilar uchun jang qildim. Yovuzlikka qarshi birga jang qilish kerak edi aslida, lekin biz bunday qilmadik. Hali jangga kirishmadim. Buyrug'imni eshitdinglar. Hamma to'plansin. O'sha ablahni to'xtata olamiz. Kech qoldik. Kalit allaqachon faollashtirilgan. Undagi energiya yulduznikidan ham ko'p. Har qanday aralashuv portlashga olib keladi. Uni to'xtatishning yagona yo'li ichiga o'rnatilgan foydalanish kodini kiritish. Yaxshi, qanday kod ekan? Kod xuddi kalitdek bo'lingan. Afsuski kodning ikkinchi qismi Razor bilan birga o'ldi. Yo'q, shoshmang, men tushundim. Bittasi kalitga yashirilganda belgilar bor edi. Xuddi kalitni siz yashirgan g'ordagidek. Birga ular to'liq kod degani. Demak, bizda imkoniyat bor. U qadar ko'p emas. Bizga shu ham yetadi. Aymal, agar yo'lni ko'rsatsang, Bo'pti. Portal Unicron kiradigan darajada kengaymasdan ishga kirishish kerak. Ko'prik tunnellardan iborat bo'ladi. Maksimallar uchun ancha tor, lekin odamlar uchun emas. Yelena va Noam markaziy antennaga yetib borsa, kod yordamida ular jarayonni to'xtatadi. Kalitni zararsizlantiradi. Unicron atmosferamizga kirgunga qadar portalni yopishadi. Lekin Scorch har qadamimizni kuzatyapti. Kalitga yaqinlashtirmaslik uchun qo'ldan kelganini qiladi. uni hududida jang qilamiz. Avtobotlar va maksimallar ko'prikka birga hujum qilamiz. Scorchni ochiq hududga olib chiqamiz. Biz esa Yelena bilan bildirmay kirib olamiz. Hammamiz o'lib ketamiz shekilli.